Ona bolani emizmasa ham bo'ladi. Birinchisi, onada ochiq turdagi tuberkulyoz, sil kasalliklari bo'lsa. Ikkinchisi, onada ruhiy kasalliklari bo'lsa. Uchinchisi, onada SPID, VICH kasalligi va o'ta xavfli infeksiyalar bo'lsa, ona bolani emizmasa ham bo'ladi. Bundan tashqari, tug'ruq vaqtida juda ham ko'p qon ketishi ona tomonidan va juda ham kam uchraydigan umuman sut bo'lmasligi A galaktiya kasalligida va onani turli xil dorivor vositalarni qabul qilishi va bu dorivor vositalar sut orqali bolaga o'tib, bolaga zararli ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, ona bolani umuman emizmasa ham bo'ladi. Bu onaga bog'liq bo'lgan sabablar edi. Endi bolaga bog'liq bo'lgan sabablarni ham ko'rib chiqamiz. Chaqaloqlardagi ba'zi va irsiy kasalliklar, galaktozemiya va alaktoziya kasalligida ham ona bolani umuman emizmaydi. Bu holatda bola organizmida ona suti tarkibidagi modda sut shakarini parchalovchi ferment bo'lmaydi. Bu holatda bolaga bezlaktozli semestlar berilishi tavsiya etiladi. Onada qizamiq, qizilcha, gripp, ORV, gerpes va COVID kasalliklarining bo'lishi bolani emizishga qarshi ko'rsatma bo'la olmaydi. Bunday kasalliklar bilan kasallanib turgan ona bemalol bolasini emizishi mumkin. Agar sizda tuberkulyoz, SPID va ruhiy, psixik kasalliklaringiz bo'lmasa, bemalol bolangizni emizsangiz bo'ladi. Bolangizni emizmasligingizga qarshi ko'rsatma yo'q.